Barselona hamda Atletico Madrid jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bilmadim. Qiziq fakt bor ekan, Barselona oxirgi yillarda Atletikoni ko'p yutyapti. Atletico juda qiynalyapti. 4-0 hisobida g'alaba qozondi va musobaqadan Barselonani chiqarib yuborishga muvaffaq bo'ldi o'shanda. Lekin umumiy olganda oxirgi yillarda Diego Simeone ko'p yutqazyapti. Flick jamoasi o'zining intensiv futboli bilan, yuqori liniyasi bilan, qo'rqinchli pressingi bilan ko'proq qiynayapti Atletikoni va Atletico oldingi Atletico kabi juda himoyada ishonchli emas. Bar gol o'tkazib yuboradi. Lekin oxirgi o'yinlarda Barselonaning qo'li baland kelayotgan bo'lsa, Chempionlar Ligasida Atletico Madrid Barselonani 2 marta musobaqadan chiqarib yuborgan. Oldingi uchrashgan paytlari chiqarib yuborgan. Shuning uchun menga bu o'yin juda ham qiziq tuyulayotgani birinchi bahs Kataloniyada. Kataloniyada nima qiladi? Kataloniyada kichikroq hisobda yutqazish, durang natija menimcha Atletico Madridning asosiy maqsadi bo'ladi. Yutsa maza qilib yuboradi. Lekin ko'proq o'sha durang yoki kichikroq hisobdagi mag'lubiyat bilan Metropolitanoga boradigan bo'lsa, ishonchim komil do'stlar, Atletico Madrid hujumkor futbol ko'rsata oladi.